Assalomu alaykum, aziz va hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan yana bir bor uchrashyapmiz. Kitobimizni davomini o'qiymiz. 29-betga keldik. Ilohiy farmon. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ana o'sha Alloh iymon keltirib, solih amallarni qilgan bandalariga berayotgan xushxabardir. Men sizdan bu uchun ajr emas, faqat qarindoshlik mehrinigina so'rayman deb ayt. Kim yaxshilik qilsa, biz unga o'sha ishida yaxshilikni ziyoda qilamiz. Albatta, Alloh o'ta mag'firatli, o'ta shukr qilguvchi zotdir. Bu oyati karimada zikr qilingan al-qurba, yaqinlikka doir ba'zi olimlarning fikriga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan qarindoshlikdir. U zotning yaqin qarindoshlari Ali, Fatima, Hasan, Husayn radhiyallohu anhulardir. Ba'zi olimlarga ko'ra esa bu qarindoshlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarindosh bo'lgan Qurayshliklar ham kiradi. Bir hadisi sharifda marhamat qilinadi. Shubhasizki, men yaqinda da'vat qilinib, buni qabul qilaman, ya'ni vafot etaman. Sizga 2 og'ir omonat qoldirdim. Allohning kitobi va mening qarindoshlarimdir. Allohning kitobi ko'kdan yerga tushgan ilohiy ipdir. Qarindoshlarim ahli baytimdir. Har narsadan xabardor bo'lgan Alloh menga xabar berdiki, bu 2 omonat mening havzamga kelguniga qadar bir-biridan ayrilmayajakdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytini sevish ummat zimmasiga mana shu muborak hadis bilan sunnat bo'ldi. Jannat havuzidan suv ichishni istagan mu'minlar bu so'lmas chechaklarni eng go'zal abadiyat arg'umoni sifatida ko'ksilariga bosadilar va jonlaridan-da ustun qo'yadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qo'ygan kimsalar u zotning sevgilarini ham, sevganlarini ham sevishi kerak. Bu ilohiy ishq bilan to'lib toshgan qalblar abadiy tirik qoladilar va jannatning rohatbaxsh soyalarida rohatlanadilar. Kimlar ahli bayt? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, bu oyati karimadagi qurba, yaqinlik kalimasi orqali zimmamizga sevgisi vojib bo'lganlar kimlar? Koinotning sarvari shunday javob qildilar. Ali, Fatima va farzandlari. Ahli bayt kimligini shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ro'yxatdan bilish mumkin. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima onamizning uyida edilar. Bilim quyoshi Hazrati Ali radhiyallohu anhu biroz oldin ozroq go'sht olib kelgan bo'lib, go'sht pishirilgan, ammo hali o'rtaga qo'yib yeyilmagan edi. Shunda Fatima Zahra radhiyallohu anhu pishirgan go'shtini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga qo'ydi. Aziz otajonim, lutfan marhamat qiling, hammamiz birga yeylik. Allohning rasuli tabassum qildilar. Xo'p, ko'zimning nuri, qizim. Beshalasi bir dasturxon atrofida jamlandilar. Bu beshlik kimlar edi? Avvalo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari, Fatima radhiyallohu anha, Hazrati Ali, Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhular edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlari Fatimani o'ng yonlariga, Ali radhiyallohu anhuni esa chap taraflariga o'tkazdilar. Hazrati Hasan va Husaynlarni esa quchoqlariga olganlaridan keyin bu muborak jamoatni yopinchiqlariga o'radilar. Bu shunday bir lahza, shunday bir ilohiy manzara ediki, hech bir rassom bu ilohiy lavhadan ortiq biror rang, biror chizgi, hatto hayoliy tasvirni ham aqliga sig'dira olmaydi. Allohning habibi, oxir zamon payg'ambari shu onda muborak qo'llarini ilohiy olamlarga ko'tarib shunday duo qildilar. Ey Robbi rahimim, bular mening ahli baytim, yaqinlarim va xos kishilarimdir. Bularni
sening noroziligingga sabab bo'ladigan yomonlik, gunoh, shak shubhalar, jamiki yomonliklar, shayton yo'lidan adashishdan o'zing asra. Yomon xulqdan, yashirin va oshkora ayblardan butunlay xoli qil. Ko'kdagi jamiki farishtalarining omin deyishi bilan bu duo Allohning buyuk dargohiga ko'tarildi. Imomi Muslimning Hazrati Oysha radhiyallohu anhudan keltirgan mana bu rivoyati ham bunga dalolat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tong ustida qora jundan to'qilgan naqshinkor yopinchiq bilan chiqdi. Xuddi shu payt Fatima keldi. So'ng Nabiy uni yopinchig'ining ichiga oldi. Keyin Ali keldi, uni ham oldi. Keyin Hasan keldi, uni ham oldi. So'ng Husayn keldi, uni ham oldi. Shu tarzda hammasi yopinchiqning ichiga kirdilar. Keyin albatta Alloh sizdan kirni ketkazib, butunlay poklashni xohlaydi. Ey ahli bayt degan oyatni o'qidilar. Sahobalardan Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhuning rivoyatiga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlarning birida Hazrati Ali, Hazrati Fatima, Hazrati Hasan va Husaynga shunday xitob qildilar. Men sizga qarshi kurashuvchi bilan dushman, sulh tuzgan bilan totuvman. Allohning Rasuli yana shunday marhamat qiladilar. Men Ali, Fatima, Hasan va Husayn qiyomat kunida arshning ostida bir qubbada bo'lamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasli qizlari Fatimai Zahro va Hazrati Ali radhiyallohu anhu orqali davom etdi. Ahli baytga muhabbat. Hidoyatga erishgan ummatning eng ulug' rahmati, insoniyatning eng buyuklaridan biri Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu kunlarning birida sahobalarga yuzlanib shunday dedilar: Ey haloyiq, Allohning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni va u zotning ahli baytini asrab avaylang. Ularga aslo zulm qilmang, aziyat yetkazmang. Yaxshi bilingizki, men o'z qarindoshlarimdan ko'ra Hazrati payg'ambarning qarindoshlarini ziyorat qilishni ma'qul ko'raman va ularni jamiki yaqinlarimdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Taqvosi tillarda doston, suyukli sahobalardan biri Abu Zar radhiyallohu anhu: qancha namoz o'qisangiz ham Rasulullohning oilasi va farzandlariga hurmat va muhabbat ko'rsatmaguningizcha toat ibodatingizning zavq va lazzatini, biror foydasini ko'rmaysiz dedilar. Allohning arsloni Aliyul Murtazodan rivoyat qilingan bir hadisi sharifda shunday marhamat qilinadi. Orangizda ahli bayt va farzandlarimga chuqur hurmat ko'rsatgan, kuchli muhabbatda bo'lganlar qiyomat kuni Sirat ko'prigidan oyog'i toymasdan o'tadilar. Payg'ambarimizni yaxshi ko'ramiz sallallohu alayhi vasallam. Fatima onamizni, Hazrati Alini, Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhularni sevamiz. Islom olamidan buyuk zotlar ahli baytni beqiyos mehr bilan qadrlardilar. Bu muhabbat zamonlar osha qalblarda porlab, nasllardan nasllarga o'tib keldi. Valilarning eng ulug'i Hazrati Abdul Qodir Jiloniy ham chin qalbdan shunday hayqiradilar: mening qo'limdan tutadigan shunday ulug' zotlar borki, ular bilan bu hayotda vabo otashini, oxiratda jahannam qahrini so'ndiraman. Bu buyuk zotlar Allohning Rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, Aliyul Murtazo, Hasan, Husayn va Fatimai Zahrodir. Allohning saloti bo'lsin ularga. Ey abadiyat, ulug' bayramlariga erishishni istagan mu'minlar, bu sevgi bilan
hamdam bo'linglar. Aziz kitobxonlarim, mana men sizlarga yana 10 daqiqa kitobimizni o'qib berdim. Sizning qalbingizda albatta o'ylaymanki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan mehr muhabbat, Hazrati Aliga nisbatan mehr muhabbat, Fatima onamizga nisbatan mehr muhabbat, Hazrati Hasan va Hazrati Husan radhiyallohu anhularga nisbatan mehr muhabbat uyg'ondi. Agarki biz ularni sevsak, payg'ambarimiz ham bizni yaxshi ko'radilar. Alloh ham bizni yaxshi ko'radilar. Aziz kitobxonlarim, keyingi uchrashuvda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'lingizlar. Agar mendan kamchilik yoki xatolik o'tgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Imkon darajasi mana shu bizni ko'proq kishilarga tarqatsangiz, ko'proq like bossangiz, xursand bo'lamiz. O'zimiz uchun emas, ahli ummat uchun. Chunki bu kitobni ahli ummatimizdan ko'pchilik eshitsa, albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Sog' salomat bo'lingizlar.